Buni chiqar, boring chiqar, tez bo'l, ot qo'y. Assalomu alaykum. Voy bo'lsin, bo'l. Savdo yo'q aka, pul yo'q. Mel do'stlar, chiqar, mana chiqar. Och, chiqarsan och. Yo'qmi ursin? Savdo bo'lmadi aka. Yo'q. Sen savdo bo'lguncha men turib turaman, xo'p? Mana hisoblar aka. Nima faqat shuni olsanmi? Bor pulim shu-da. Hozirman. Oke, uzr. Aka, magazinga kiring, savdo qiling, savdo. Aka, men ikkita nonni ish bo'ladi shunda. Yana qo'shib ol. Yana mana narsalardan ol, mana narsalardan. Ot tashib bo'lmasa, ol ko'proq narsa ol. Menga ikkita yetadi. Bo'ldi, aka. Buni kassiga berdim. Nechmi bo'ldi? 150 ming so'm-da. 150 ming kam. Hozir yana odam aytadi. Ko'proq odam kerak. Yaxshiga mablag' hisoblar bor. O, yaxshi tanlov, zo'r tanlov. Nima sotishni bilasan? Odamlarni o'zi sotyapti. Mazza qilib iste'mol qilishyapti. Asosiy savdo mana shunda. Nima nomi? Sifat shirinligi. Hamma do'konlarda bor. Jiyal yaxshi ko'radi. 7 yoshdan 70 yoshgacha odam hammasi mazza qilib iste'mol qilyapti. Yaxshi savdo bo'lyapti. Rahmat aka. Okey, kassada qancha bo'ldi? 2 million. Chiqar hammasini. Baqirmay beraman. O'zi shunaqa. Sizni pensiya teringiz. Beraman. Halol ishladingiz. Nima haqqimni bering? Bo'ldi, 200 ming beraman. Nima? Chiqar! Hammasi chiqar, ot tashib. Aka chiqarib. Bu shirinlikni yemasdan turib qadog'idanoq mazaliligini his qilish mumkin. To'g'ri, chunki bu pechenye qarsildoq, usti esa mayin shokolad bilan qoplangan. Har bir tishlab og'izda eriydi. Demak, buni chaynash shart emas ekanda. Lekin bittasini tatib ko'rgan odam o'zini to'xtata olmaydigan darajada shirin va noodatiy ekan. Ha, Sfatning sladkiy palichkasi shunaqa mazali va qarsildoq pechenye. Sfat shirinliklar sehri. Voy, bu toshbaqalarning yoqimtoyligini. Lekin bu shunchaki toshbaqa shaklidagi pechenyemi yoki ichida nimasidir bormi? Bu shunchaki toshbaqa shakli emas, ichida quvonch bor. Sfatdan qadoqlangan shakldagi yangi, mayin va eng muhimi mazali mahsulot. Har bir toshbaqa og'izda eriydi. Kattalarga ham, kichiklarga ham birdek yoqishi aniq. Demak, buni yeyish xuddi bolalikni eslatishdek ekanda, to'g'rimi? To'g'ri, Sfatdan sladkiy cherepashki bu oddiy shirinlik emas. Bu tabassum ulashadigan va kayfiyatni ko'taradigan pechenye. Sfat shirinliklar sehri.